Hammaga salom. Bugun CapCut bilan tanishib chiqamiz. Uning ichidagi bepul funksiyalar bilan faqat ishlashni ko'ramiz. Ya'ni CapCutni endi o'rganayotgan odam unga oylik yoki yillik pulini to'lashi shart emas. O'zida bor bepul narsalarni CapCutni o'rganish uchun bu uni o'zi yetib ortadi. Agar tanishuv davomida sizga CapCut bilan ishlash yoqsa va shunda montaj qilishni keyinchalik o'zida ko'rsangiz, bemalol pullik versiyasini sotib olishingiz mumkin. Lekin hozir asosan pulsiz funksiyalardan foydalanib, keyinchalik balki montaj davomida pullik funksiyalardan foydalanamiz. Programmani App Store yoki Play Marketdan skachatib olinadi. Sizdan so'raydigan narsasi akkaunt so'raydi. Google akkaunt yoki Apple akkaunt. Google akkauntda qilganingiz yaxshi, chunki Android va iOSda bitta akkauntingiz bo'ladi yoki kompyuterda ishlashda qiyin emas. Akkaunt sizdan ishlatsangiz bo'ladi, lekin akkaunt bilan ishlatganingiz o'ziga yaxshi. Shuning uchun Google'ni tanlaymiz. Uni ko'rsatib o'tirmayman, chunki juda oson. CapCutni ochganingizda yangi proyekt, novi proyektga bosasiz va bu yerda tayyor video yoki rasmlaringiz bo'lsa, rasmlarni tanlab olasiz. Misol uchun mana 3 ta videoni tanlab olamiz. Dumaloqchani ustiga bossangiz belgilaydi. Bu 1 2 3 bu ketma-ketligini belgilayapti. Xo'p, birinchi funksiya izmenit. Izmenitni bosganda yoki mana bu bo'sh joyga bosganda shunaqa effektlar, nima effektlari bor ko'rinadi. Videoni ustiga bossangiz, videoni o'ziga taalluqli funksiyalar chiqadi. Razdelit bu videoni bo'lish, kadrlarni bo'lish uchun ishlatiladi. Gromkost videoni o'zini ovozini, ya'ni mana bu videoda 2 xil ovoz bor. Misol uchun mana eshitib ko'ringlar. Imенно mana shu videoni ovozini o'chiradi. Agar hammasini ovozini o'chirmoqchi bo'lsanglar, mana bu funksiyadan foydalanish mumkin. Mana bu oxirida o'zini CapCutni reklamasi chiqadi, buni o'chirishni unutmanglar. Hozirda CapCutni mana bu nimasi водяной знак deydi. Buni to'rtta tomonga qo'yish mumkin. Uni olib tashlash uchun Pro versiyasini sotib olish kerak. Bu hozircha bizga kerak emas. Keyinchalik kimga kerak bo'lsa, mana shuni qanday yo'qotishni, tekinga yo'qotishni ko'rsatamiz. Tekinga yo'qotish videoni razmeri sal kichraytiriladi. Shuni hisobiga bu pastdan qolib ketadi. Hamma yoq tayyor bo'lgandan keyin buni VNda qaytadan bitta загрузка qilib olamiz. Yoki ikkinchi yo'li Instagramga misol uchun qo'ymoqchi bo'lsangiz, Instagramda ishlaydi bu versiya, bu metod. Instagramga qo'ymoqchi bo'lsangiz, Instagramni razmeridan sal kattaroq qilasiz. Shuni hisobiga Instagramga qo'yganingizda faqat videoni o'zi Instagramga sig'ib qoladi, qolgan joyi sig'masdan qoladi. Shuni hisobiga mana bu znagi yo'qolib qoladi. Xo'p. Orqaga qaytarish uchun mana biz hozir mana bu birinchi kadrni bo'ldik. Buni orqaga qaytarish uchun mana bu orqaga qaytish knopkasini bossangiz qaytib qoladi. Mana hozir yana video to'liq bo'lib qoldi. Chromecast animatsiya, bu animatsiya video paydo bo'lish nimasi. Tepasida olmoschasi bor, bu Pro versiyalarda. Uchinchisi effektlar, videodagi effektlar, video effektlari. Instagramda ko'rganmiz. Hozir faqat tanishuv effektlar bu yuzda bo'lsa, effekt bo'ladi mana. Odam bilan ishlaganda, odamlar bilan ishlaganda, kadrda odam bo'lsa, shunda kadrda odam bo'lmasa ham qo'llansa bo'ladi, lekin hammasini qo'lla olmaysiz. Moslashgan yarashmaydi, hamma yoqqa qo'yaversangiz ham. Uchinchisi stil. Bu yerda выделение chiqyapti. Keyinchalik bular effektlar yoki video effektiga qo'shilib yuboriladi. Bu yo'qolib qoladi deyapti. Bular hammasi Pro versiyada ishlaydi. Shuning uchun bularni ko'rmaymiz. Keyingisi udalить, videoni o'chirib tashlaysiz. O'rniga qaytamiz. Xo'p, o'chirib tashlaysiz. Keyingisi videoni tezligini baholaysiz. Tezligi kривая. Buni ham ishlatamiz. Настройкасini bosib
Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, ba'zi videolar tez boshlanadi. Mana qarang. Misol uchun mana buni o'chirib tashlasak, xuddi shunday ishlaydi. Bu bittasi. Ikkinchisi normalniy, ya'ni bu berilgan tezlik 2, 3, 4 barobargacha 100 barobar 100x gacha videoni tezlashtirsangiz bo'ladi. 6 minutlik videoni 3 minutlik qilib qo'yadi. Hozir bizning video 5 sekundlik bo'lsa, 2x qilsak 2,5 bo'lib qoladi. 5x da yarim sekunddan sal ko'proq bo'lib qoldi. Xullas shunaqa. Bularning hammasini podrobni keyingi nimalarda ko'rib chiqamiz montaj davomida. Keyingisi bit. Bit bu musiqa bilan ishlashda juda qo'l keladi. Baland joylariga, bitlariga, baslariga nima qilish, shu yerda kadrni almashtirish uchun sizlarga kerak bo'ladi. Bu основной mp3 bilan ishlaydi. Ishlatamiz. Mana bu yerga qarayotgan bo'lsangiz, sariq tochkachalar paydo bo'ldi. Bu mp3 qo'yganingizda ana shunaqa tochkachalar bo'ladi, bayroqchalar. Ana shu joyga kelib kadrni almashtirgan yaxshi bo'ladi. Kadrирование bu videoni o'lchamga solish. Kadrda video yaxshi tushmagan bo'lsa yoki ko'p joy qolib ketgan bo'lsa, bo'lib qoladi. Bir tomonda ko'p bo'sh joy bo'ladi, bir tomonda kam. Shuni hisobiga videoni sal kattalashtirib yoki kichiklashtirib, shuni proporsiyasini to'g'rilash uchun ko'proq ishlatamiz. Создать копию. Bu nusxalash bo'ladi. Bu ham kerak bo'lib qoladi. Ko'p ishlatiladigan. Zaminit bu boshqa videoga almashtirib qo'yish. Наложение bu ustiga qo'shish bo'ladi. Bitta videoni ustiga boshqa kadrlarni qo'shish, ikkita, uchta kadrlarni qo'shish bo'ladi. Bu qanday qilinadi? Mana. Yana bitta naложить qilsak, hozir bizda faqat pastdagisi ko'rinyapti, lekin buni ham keyinchalik ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir oddiy ko'rsatadigan bo'lsam, bu versiyaga mana shu yerda nimasi bor? Mana maska bilan ko'rsatadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, naложение bo'lmasa, mana shu pastdagisi ko'rinyapti. Hozir bizda mana bu ko'k avtomobil ko'rinyapti. Ko'kni pastidagi birinchi pastdan sanab birinchi, ikkinchi, uchinchi nimalar ko'rinadi. Bu qanday qilinadi? Buni qo'llash uslubi qarab turinglar. Mana hozir maska bilan ishlatdik. Hozir bu yerda 3 ta kadr bo'lib qoldi. Mana bu birinchi kadr. Mana bu ikkinchi kadr. Sal tepaga tortib olsak. Mana bu ikkinchi kadr bo'lyapti. Bu mashina uchinchi kadr bo'lyapti. Xuddi shunaqa qilib ishlatsa bo'ladi. Bu naложение keyinchalik batafsil o'rganamiz buni. Keyin настройкасы bor. Bu настройка ranglar bilan ishlashga kerak bo'ladi. Rangini baland, past qilish, ba'zi joylarini o'zgartirish. Ko'p narsasi pro versiyaga o'tib qolgan buni ham. Mana bu цветовой круг bu faqat kompyuter versiyasida ishlaydi. Filtr ham xuddi naложениеga, настройкаga o'xshaydi, faqat bu yerda tayyor ranglar bilan ishlatiladi. Ularni ham registrovkasini qilsa bo'ladi. Xo'p, retush bu yuz bilan ishlaydi va pro nimasida ishlaydi. Hammasi odamni yuzi yoki odam bor kadrlarda ishlaydi. Mana bu tela odamni badani ko'rinayotgan bo'lsa, litso bo'lsa, yuzi ko'rinayotgan bo'lsa, ko'p versiyasida faqat yuz bilan mana bu yerda настройка qila olmaysiz. Avtodan faqat tanlashingiz mumkin bo'ladi. Buni uncha ishlatmaymiz. Качество video bu hamma pro versiyaga o'tib ketgan. Удалить фон. Удалить fonni ishlatamiz. Avto удалениeni endi ishlata olmaymiz, chunki proga o'tgan. Chroma key bilan ishlaymiz. Chroma key bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Misol uchun, bizda mana bunaqa YouTube uchun
Mana shu yerda naложениeni ko'rsatish uchun ayni vaqti. Qarab turinglar, mana naложениeni qo'ydik. Endi chroma keyni ishlatib удалить fonga kiramiz. Chroma keyni ishlatamiz. Chroma key mana pipetka bo'ladi. Pipetkani o'rtasi qaysi rangda turgan bo'lsa, o'sha rangni olib tashlaydi. Hozir biz boyagi yashil fonni ustida mana bu ikki tomoniga ko'rayotgan oqis bu yashil fonni ustiga bo'lganimiz uchun faqat shu yerni belgilab olamiz. Chroma keyni ishlatgandan keyin mana bu yerda mana bu like knopkasiga qarasanglar sal o'zgaryapti. 0 ga tushirsak yashilni olib tashlamayapti, lekin ozgina nima qilsak mana bu ramkani atrofi yashil. Lekin buni sal jildirsak ichkariga kirib ketadi, yashil yo'qolib ketadi. Lekin ko'p nima qilsak oqni ham prozrachniy qilib ketadi. Bu o'ta yomon. Chunki bu bunaqa qilinmaydi. Chala olinganga o'xshab qoladi. Shuning uchun maksimalniy yashilni yo'qotamiz, lekin boshqa nimalarga zarar bermaydigan qilib. Chroma key bilan ishlashni o'rgandik. Keyingisi II удаление. Bu ham Pro versiyada ishlaydi. II дорисовка Pro versiyada ishlaydi. Отслеживание глаза. Bu ham Pro, men biladiganim. Odamning yuzi bo'lsa, buni ham keyin ishlatishimiz mumkin. Videoni ko'rinishi bo'ladi. Bundoq aytganda, bu naложение bilan ko'rsatsak, menimcha yaxshiroq tushunasizlar. Biz hozir mana bu ko'kka birinchi turganga nisbatan ishlatsak, затемнениeni shunda bilinadi mana. Затемнениeni ishlatganimizda ko'k avtomobil sekin yo'qolishni boshlayapti, yashil ko'rinyapti. Bunaqa vaziyatda ishlatiladi. Transformatsiya zimeyka. Bu oynaga o'xshagan narsa, отразить mana chapdan o'ngga, xuddi videoga olayotganingizda o'ng qo'l bilan olsangiz, xuddi chap qo'lda olgandek videoda ko'rinadigan narsaga o'xshaydi. Videoni aylantiradi. Keyin расширение. Bu уже os o'qlari bilan o'zingiz nima qilasiz buni regrovka qilib, chapdan videoni sal chap tomonga tortish, o'ng tomonga tortish, shunaqa narsalar bo'lar. Так. Bularning stabilizatsiya nimaga? Proga o'tgan, автосмена сторон proga o'tgan, отслеживание объекта bu ham proga o'tgan edi. Bu ham o'tgan, lekin mana bu yerda bu ham o'tgan ekan. Xo'p, извлечь звук. Bu videodan ovozini chiqarib oladi mana. Videodan ovozini chiqarib oladi. Зависание. Videoda mana kadr bor. Misol uchun mana bu qushni o'tib ketayotgani sizga yoqib qoldi. Buni зависаниеga qo'yasiz va mana buni keyingi funksiya bilan qo'llab обратная перемотка videoni orqaga qiladi. Hozir videoda qush oldinga uchib ketyaptimi? Endi mana bu nimada orqaga uchadigan videoni orqaga qaytarsak, qush qaytib orqaga uchib ketadi, ya'ni video orqaga qaytib qoldi. Shu yerda shu orqaga ketyapti. Bu ham podrobni ko'rib chiqamiz keyinchalik. Maskani ko'rdik, отвязка. Отвязкani buni ham keyingi nimada protsessda ko'rib chiqadi. Chunki hozir men buni nimaligini, qanday ekanligini shuni tushuntira olmayman. Buni ham montaj davomida ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu qisqacha funksiyalar edi video bilan ishlayotganda. Endi общий funksiyaga звуковой effekt. Bu yerda har xil zvuklar bor. Misol uchun bosh proga o'tmagan bo'lsa, har xil zvuklar bor bu yerda. Bularni ham ko'p ishlatamiz yoki o'zimizga keragini tanlab olamiz. Bu zapis videoda videoni ustida videoyingiz tayyor bo'lganda shuni zapis qilib olsangiz bo'ladi. Brendovая muzika. Bu bizada ishlamaydi. Avtorskiy prava. Buni ham bilmayman, nimaligini ishlatmaganman hech. Tekst yozishimiz mumkin.
effektlarni ko'rib chiqdik. Naложение, subtitr. Subtitr yozib qo'ysak ham bo'ladi, lekin asosan Pro'da ishlaydi. Mana ularning ko'pchiligi tekinga edi, lekin hozir Pro bo'lib qolgan. U videoga musiqani ovozini tekstga o'girib beradigan. Buni ham ishlatganim yo'q, chunki kerak bo'lmaydi. Import subtitrov. Subtitr degan narsa bo'ladi. Bu o'zi отдельный fayl. Aslida kinolarda ko'rsanglar bo'ladi. Kinoni o'zi bo'ladi, kinodan keyin subtitri bo'ladi uni. Xuddi ana shunaqa narsa. Kinoni qo'yganingizdan keyin bu yerda subtitrni import qilasiz. Bu ham redga ishlatiladigan narsa. Настройкani ko'rib chiqdik. Filtrni ko'rib chiqdik. Stiker bu ham har xil emojilar. Buni ham ishlatamiz. Рисование bu qo'lda biror narsa yozsangiz shunda ishlatishingiz mumkin. Bu ham yaxshi funksiya. Tekstoviy shablon bu shriftlar bilan ishlashga yaxshi. Buni ham ishlatamiz. Tekst va audio. Buni ishlatganim yo'qman. Shuning uchun bu yozgan nimangizni o'qib beradi, lekin bir ikki qarab chiqqanimga tak krivoy deb qo'yadi ruschasiga. Yaxshi ishlamadi. Hali puxta emas. avatarka bu ham Pro'da qolib ketgan. Media fayl qo'shish. Media fayl bu o'zingizni nimangizdan qo'shishingiz mumkin. Xuddi video qo'shgandek narsa. Соотношение сторон. Bu YouTube'gami video yasayotgan videongiz, YouTube'gami, Shorts'gami, TikTok'gami, Instagram'gami, shuni nimasiga razmeriga qarab videoni sizga tayyorlab beradi. Fon bo'lsa, fon orqa fonda video qo'ysangiz bo'ladi yoki rang qo'ysangiz bo'ladi videoni o'rniga. Oddiy rang qo'ygandan ko'ra rasm qo'yganingiz yaxshiroq bo'ladi. Yoki tayyor fonlardan foydalanganingiz yaxshi bo'ladi. Razmetик qilib qo'yasiz ozgina. Razmetик qilsangiz bu bor narsani, bor kadrdagi bor narsani orqaga kattalashtirib nima qilib qo'yadi. Xiralashtirib qo'yadi. Hozircha funksiyalar mana shulardan iborat. Keyingi darslardan boshlab shu funksiyalarni montaj davomida yana mukammalroq o'rganib olamiz. Bu CapCut bilan tanishuv edi.